Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Men Navbahor tuman kambag'allik qisqartirish va bandiga ko'maklash bo'lim boshlig'i Juraqulov Bahodir Ziyodulla o'g'liman. Bugungi brifingimizda 2025-yil davomida doimiy, mavsumiy, vaqtinchalik ish o'rinlarini yaratish bo'yicha belgilangan rejalar va amalga oshirilgan ishlar bo'yicha hisobot bermoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 12-sonli qaroriga ko'ra 2025-yil davomida tumanda 23.913 ta ish o'rinlari yaratilishi belgilab olingan. Xususan, aholi bandligini ta'minlash yo'nalishida yanvar-fevral oylarida 2264 ta ish o'rinlari amalga oshirish belgilab olingan bo'lsa, amalda 2446 ta, ya'ni 108% ga bajarildi. Xususan, tumanda yirik va hududiy investitsiya loyihalarini ishga tushirish hisobiga yangi ish o'rinlarini tashkil etish yanvar-fevral oylarida 24 nafar fuqarolar bandligi ta'minlash reja belgilangan. Amalda 27 ta, 101% ga bajarilgan. Tijorat banklari tomonidan aholini doimiy ish o'rinlarini joylashtirish, tadbirkorlikka jalb qilish bo'yicha 16054 nafar fuqarolar yil davomida bandligini ta'minlash rejalashtirib olingan. Tijorat banklari bilan birgalikda doimiy va vaqtinchalik ish o'rinlari aholini tadbirkorlikka jalb etish bo'yicha 1594 nafar ish o'rinlari yaratish rejalashtirib olingan. Amalda esa 1993 nafar, ya'ni 111% ga ushbu topshiriq bajarilgan. Bundan tashqari qishloq xo'jaligi aholini doimiy va vaqtinchalik mavsumiy ishlarga band qilish dasturiga asosan yanvar-fevral oylarida 608 nafar fuqarolarni band qilish rejasi belgilab olingan bo'lsa, amalda 271 nafar, ya'ni 44% ga bajarilgan. 2 oylikka nisbatan 114% ga bajarilgan. Shuningdek, qurilish sohasida doimiy, vaqtinchalik va mavsumiy ishlarga jalb qilish orqali aholini bandligini ta'minlash rejasi belgilab olingan bo'lsa, 53 nafar fuqarolar topshiriq olingan. Ushbu reja 144 nafarga, ya'ni 271% ga bugungi kunda bajarilgan. 2025-yilda ish bilan band bo'lmagan 1036 nafar fuqarolarni kasb-hunar, tadbirkorlik ko'nikmalariga o'qitish reja grafiki belgilab olingan. Mazkur rejaga asosan 130 nafar fuqarolarni kasb-hunarga o'qitish o'sha o'quv kurslariga, mana markazlarga o'qishga yo'naltirilgan. Bundan tashqari, Navbahor tumanida mehnat migratsiya balansi shakllantirish bo'yicha tuman shtabi tashkil etilgan. Tadbir boshidan buyon mahalla yetkiligi tomonidan shakllantirilgan mehnat migratsiya balansi bo'yicha xorijga ketgan fuqarolarning 1230 nafarini tashkil etadi. Shundan ishlash maqsadida ketganlar 1141 nafar, o'qish maqsadida ketganlar 89 nafarni tashkil etadi. Mehnat migratsiyasidan qaytib kelganlar tadbir boshidan 612 nafarni tashkil etadi. Shundan 355 nafari doimiy ish, 257 nafari norasmiy bandligi ta'minlangan. 2025-yil davomida migratsiyadan qaytib kelgan 37 nafarni tashkil etib, shundan 33 nafarni bandligi ta'minlandi. Chetga ketish istagi bo'lgan fuqarolarning 217 nafarini tashkil etib, bugungi kunda 197 nafari xorijda migratsiya agentligi bilan birgalikda xorijga korxonalarga yuborilgan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda tumanimizda yirik investitsiya korxonalarini, oilaviy tadbirkorlik rivojlantirish dasturi doirasida ajratilgan kredit mablag'lari yetarli darajada mavjud. Buning uchun tumanimizdagi mavjud mahallalarda hokim yordamchilariga yoki to'g'ridan-to'g'ri kambag'allik qisqartirish va bandlik bo'limiga murojaat qilishlari mumkin fuqarolarimiz. E'tiboringiz uchun rahmat.